oilani taqdiri, hayot haqida Murodjon degan bola bo'ladi. Asosan shuni taqdiri haqida ketadi. Murodjonni ota-onasi ajrashib ketadi-da, otasi bir ayolga uylanadi. Bir o'g'il, bir qiz bo'ladi ularning. Qizi litsey davrigacha o'qiydi, maktab 9-sinfgacha o'qiydi-da, undan ag'iga ajrashganligi sababli o'qiy olmaydi. Murodjon bo'lsa otasi bilan qoladi. Otasi bitta ayolga uylangandan keyin ayol buni sig'dirmaydi-da, aytadi, onasi bilan tursin deydi. Onasi ham boshqa insonga turmushga chiqadi, onasinikiga borsa, shunda yomg'irli kun bo'ladi. Aytadi, o'g'lim, o'gay otang seni sig'dirmaydi baribir, sen o'zingni otang bilan borib tur deydi-da, uni yomg'irli kunda ko'chaga haydaveradi. Keyin aytadi, otam uyda qo'ymasa, siz uyda qo'ymasangiz, endi men qayerga boraman? Endi men ko'cha bolasi bo'ldim-da deydi-da, u ko'chada yuradi. Opasi ham shu zulmlar